Chust A seriyasi 11-tur Astrum hamda Sporting o'yini birinchi bo'limi boshlandi. Ikkala jamoaga ham ushbu uchrashuvda omad tilab qolamiz va chiroyli o'yin ko'rsatishlarini tilab qolamiz. Astrum jamoasi to'pni nazorat qilmoqda. Chust A ligasi o'yinlari ham yakuniga yetib bormoqda. Bugun 11-tur bo'lsa, yana 4 ta tur qoldi. 15-tur oxirgisi bo'ladi va finalda qaysi jamoalarni ko'rishimiz ham ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. To'pni yonjiqdan Sporting jamoasi o'yinga kiritib bermoqda. Uzatma. Astrum chiroyli o'ynab o'tib ketmoqda. Uzatma. Va mana yana chiroyli uzatma. Zarba va Astrum jamoasi hisobni ochmoqda. Hisob 1-0. Astrum jamoasi juda ham tezkor gol urib ketdi Sporting jamoasiga. Sporting hujum amalga oshmadi va yana boshidan hujum amalga oshirishi mumkin. Zarba va noaniq. Endi Astrum hujumga o'tadi. To'pni yaxshi to'xtata oldi. Endi uzatma ko'ramizmi? Kirib boryapti, lekin Sporting jamoasi bermadi bu hujumga va to'pni burchakdan Astrum jamoasi o'yinga kiritib beradi. Xo'sh, standart vaziyat. Uzatma to'xtatdi, lekin to'p to'xtatishda xatolik. Astrum jamoasi. Va hech kim yo'q. Hisob 2-0. Astrum jamoasi 2-daqiqada 2-golni urib ketmoqda. To'p yo'qotildi Astrum, lekin ozgina kuch yetishmadi ushbu uzatmaga. Zarba va noaniq. Yaxshi chiroyli uzatma. Chiroyli o'tib ketishmoqda Astrum jamoasi a'zolari. Uzatma va o'tmadi. To'p maydonda qoldi va endi tark etdi mana maydonni. Sporting yana hujum boshlashi mumkin. O'yin qoidasi buzilardi agar to'p Astrum jamoasida qolganda, lekin Sporting jamoasida uzatma berishmadi. Shunga zarba va chiroyli seyf. To'p darvoza ustuniga ham tegishga ulgurdi. Chiroyli gol ko'rardik hozir Sporting jamoasi a'zolaridan, ya'ni darvozabondan. Endi darvoza bo'sh. Tezroq o'yinga kiritish kerak to'pni Astrum jamoasi. Bo'ldi. Darvozabon qaytdi. Himoyachilar ham qaytdi. Uzatma berishmadi. O'tmadi uzatma. Sporting hujum qilib ko'rishi mumkin, kirib borishyapti. Sporting a'zolari. O'tmadi. Chiroyli kirib borishyapti, lekin burchak to'pi. Zarbaga bermadi Sporting a'zolari. Ushbu vaziyatda uzatma va yo'q. Endi Sporting qarshi hujumga o'tib ketmoqda. Berishmadi himoyachilar. Astrum himoyachilari yaxshi o'ynashdi bu vaziyatda. Uzatma, darvozabonniki bu to'p. Uzatib berdi, lekin juda ham qattiq
O'yinchi to'pga ulgurmasdi. Uzatma. Hech kim yo'q, darvozabon yo'q. Zarba va juda baland. Uzatma. Sporting. Oldirib qo'ydi to'pni. Astrom endi yana hujumga o'tib ketishi mumkin. Mana bu yerda o'yin qoidasi buzildi. Standart vaziyat Astrom jamoasi amalga oshirishadi. Zarba ko'ramizmi yoki uzatma? Zarba. Yana bitta zarba, yana berishmadi. Sporting a'zolari endi qarshi hujumga o'tishga imkoniyat bor edi, lekin to'p ancha uzoqlashib ketgan edi. Darvozabon o'ynab chiqmoqda, uzatma berdi, chiroyli o'tdi. 3 ga vaziyat va berishmadi Sporting vakillari. 2 ta goldan o'zlariga inobat olishdi. Mana uzatma o'tmadi. Mana bu yerda o'yin qoidasi buzilmadi deb topdi hakam. O'tdi. Va bermadi. Darvozabon yaxshi o'ynadi. Astrom jamoasi hujumga o'yinchilari kelish kerak ketib. Uzatmamizda yoki zarba. Ko'proq zarbaga o'xshadi. Yaxshi uzatma. Lekin noaniq. Darvozabon o'zi kirib bormoqda, zarba berdi. Darvozabondan darvozabonga zarba ko'rdik. Burchak to'pi. Sporting darvozabonni oldinga chiqib harakat qilinishdan boshqa iloji qolmadi. Berishmadi. Mana yaxshi o'ynadi Sporting vakillari. Hakam shutak chalmadi, o'yinni davom ettirish kerak. Mana yaxshi o'ynadi darvozabon. Bir haqiqatni aytib o'tib ketaman. Meni nazarimda zarba, burchak to'pi. Meni nazarimda Sporting darvozaboni yaxshi o'ynay oladi, lekin darvozada turibdi. O'yinchilarga nisbatan yaxshi o'ynamoqda. Mana darvozabon bilan o'ynashmoqda Sporting a'zolari. To'p yo'qotildi. Yana qaytarib oldi. Endi yon chiziqdan to'pni yana Sporting a'zolari unga kiritib berishadi. Uzatma. Tashyapti. Hech kim yo'q darvozada. Darvoza bo'sh. O'tmadi to'p. Va hisobni 2-1 ko'rinishga olib kelishmoqda Sporting vakillari. Yaxshi o'ynashdi mana. Endi sal jonlanishdi Sporting a'zolari. Hisob 2-1. Uzatma, chiroyli berdi. Zarba va ko'ngildagidek amalga oshira olmadi zarbani. 6-raqamdagi Astrom futbolchisi. Mana darvozabon uzatmamidi bu? Ha, uzatma ekan, lekin darvozabon o'z joyida edi. Mana Astrom jamoasi darvozabon o'zi chiqib bordi. Mana burchak to'pi. Bu to'p darvozabonga. Uzatma. Berdi.
darvozabon bilan o'ynashga qaror qilishdi Astrum a'zolari. Uzatma yana judayam ishonchsiz bo'ldi uzatma va to'p tegmadi. O'yin maydonda qoldi to'p. Mana birga bir vaziyat darvozabon bilan yakkama-yakkaga chiqib ketgan edi Astrum futbolchisi. To'pni so'rashga kelishi kerak futbolchilar. Zarba noaniq. O'yinning 11-daqiqasi. To'pni aniq uzatma. Endi Astrumda yaxshi imkoniyat va hisobni 3-1 ko'rinishga olib kelmoqda Astrum vakillari. Mana bunday xatolardan unumli foydalanib ketishmoqda Astrum futbolchilari va Sporting ham xatoga yo'l qo'ymasligi kerak. Chunki 11-tur ochko ikkala jamoaga ham suv va havodek zarur. Ikkala jamoada ham turnir jadvalida holat unaqa yaxshi emas va ikkala jamoaga ham ochko kerak bu o'yinda va qolgan o'yinlarda ham uzatma, lekin yeta olmadi o'yinchi bu uzatmaga. Shotdi Sporting vakillari kirib borishyapti. Uzatmamidi bu? Va bu yerda himoyachi yaxshi o'ynadi. To'pni yana mana xato uzatmalar orqali Sporting to'pni topshirib qo'ymoqda Astrum a'zolariga. Mana bu yerda gol ko'rishimiz mumkin edi. Qaytardi to'pni. Mana hech kim yo'q, zarba va mana zarba. Darvozabon. Uzatma. Bu to'pga o'yinchi ulgurmadi. Va mana hisob yana xatodan yana Astrum jamoasi unumli foydalanib ketmoqda. Hisob 4-1. Mana xato ortidan xato. Nimagadir Sporting vakillari ushbu xatolardan o'zlariga xulosa olishmayapti. Agar mana shu yo'sinda davom etsa, hisob yana ham yirik ko'rinishga kelishi mumkin. Zarba noaniq. Uzatma. Darvozabon to'pni chiqarib yubordi. Yon chiziqdan Astrum jamoasi to'pni unga kiritib berishadi. Hujum. Zarba ozgina aniqlik yetishmadi ushbu zarbaga, lekin kirib ketardi. To'g'ri borganda, chunki darvozabon hali ulgurmadi ortga qaytishga. Uzatma.
O'tmadi mana xato yana. Uzatmalarda xato. Qani bu xatodan qanday foydalana olishadi Astrum jamoasi a'zolari. Birinchidan to'pni Astrum o'yinga kiritib beradi. Zarba noaniq. Bu vaziyat sariq kartochkaga tortadigan, chunki darvozabon boshi bilan chiqib kelyapti. Sportning o'yinchisi esa xavfli o'ynadi oyog'i bilan. Hakam ayadi. Sariq kartochka ko'rsatmadi. Sportning vakiliga uzatma yana noaniq. Yana o'sha qanotga yana noaniq uzatma. Uzatma. Bu to'p Astrumniki. Va hisob 5-1 ko'rinishiga kelmoqda. Astrum jamoasi oldinda. O'yinning 17-daqiqasi. Birinchi bo'lim. Sporting mana imkoniyat. Urish kerak va urishdi. Yaxshi o'ynashdi, chiroyli o'ynashdi Sporting vakillari. Yana ham jonlanish kerak Sporting jamoasi. Hisob 5-2. Chiroyli o'ynashdi ikkala futbolchi. Mana yana bir hujum ko'ramiz Sporting vakillaridan. To'p maydonni tark etmadi. Zarba va Sporting mana yana jonlanib 5-3 hisobini o'z tablosiga yozib qo'ymoqda. Comeback ko'ramizmi yoki Astrum yana kuchini kuchaytiradimi? Menimcha 5-1 hisobidan keyin Astrum ozgina o'yin tashlab yubordi. Tashlab yubormaslik kerak, o'ynash kerak. Chunki ochko kerak ikkala jamoaga ham. Chiroyli o'yin. Mana chiroyli uzatma. Darvozabon bilan o'ynamoqda Sporting vakillari. Zarba noaniq. Noaniq uzatma. Uzatma. Mana chiroyli uzatma. Va darvozabon o'z joyida. Astrum qanaqadir o'yinni tempini yo'qotib qo'ydi. Yaxshi hujum amalga oshirishayotgan edi Astrum a'zolari, bilmayman nimagadir. O'yinchi ulgurdi burchak to'pi. Va o'tmadi to'p. Himoyachi yaxshi o'ynadi vaziyatda. Uzatma noaniq. Mana uzatma chiroyli o'tdi darvozabon. Yonchiqdan to'pni Sporting vakillari o'yinga kiritib berishadi. Dima.
zarba edi bu va birinchi bo'limga hakam yakun yasab berdi. Birinchi bo'limdan keyin hisob 5-3. Astrum jamoasi hozircha oldinda. Chust A seriyasi 11-tur. Astrum hamda Sporting o'yini ikkinchi bo'limi boshlandi. Birinchi bo'limdan keyin hisob 3-5. Astrum jamoasi oldinda. Sporting vakillari uzatma berdi, lekin amalga oshmadi. Aniqrog'i Astrum jamoasi yaxshi himoyalana oldi shu vaziyatda. Burchak to'pi. Darvozabon yaxshi harakat qildi. Mana birga bir vaziyat. Bermadi. Zarban. Astrum hujumga o'tib ketishi mumkin, o'tib ketmoqda. Uzatma va chiroyli gol. Hisob 3-6. Astrum hisobni yirik ko'rinishga olib kelmoqda. Ikkinchi bo'lim 2-daqiqasida. Mana chiroyli pas. Sporting vakillari hujumga o'tishi mumkin, lekin berishmadi. Astrum jamoasi yaxshi himoyalandi shu vaziyatda. Mana o'yin to'pga bo'ldi. Mana chiroyli uzatma. O'tmadi to'p. Uzatma o'tmadi. Uzatma ulgurmadi. Sporting vakili ushbu to'pga. Mana sizga chiroyli uzatma va golmi yo'q. Noaniq. Yonchiqdan to'pni Astrum vakillari unga kiritib berishadi. Zarba va noaniq harakat.
maydon tashqarisiga eshikdan chiqib ketdi shu vaziyatda. Va aniq zarba. Aniq borganda chiroyli kirardi. Ulgurmadi. Sporting vakillari qarshi hujumga o'tishi mumkin. O'tmadi. Mana endi Astrom jamoasi hujumga o'tyapti. Va yo'q. Sporting yana hujumga o'tmoqda. Kirib boryapti. Mana to'p uzatishda xatolik. To'pni yo'qotdi. Va o'tmadi. Darvozabon yaxshi harakat qildi Sporting vakili darvozaboni. Noaniq uzatma. Hech kim yo'q. Qo'l bilan o'ynadi deb topdi. Sporting darvozabonini. Standart vaziyat. Hech kim yo'q bu to'pga. O'yin qoidasi buzilibdi. Zarba va darvozabon o'z joyida. Va yana bitta zarba. Himoyachi yaxshi o'ynadi. Uzatma. Zarba darvozabon o'z o'rnida.
Zarba juda ham noaniq. Zarba va darvozabonniki yana bu to'p. Va Astrum jamoasi hisobni 3-7 ko'rinishga olib kelmoqda. Darvozabonlar almashdi. Astrum jamoasi darvozaboni. Zarba noaniq. O'chirsin. Zarba noaniq. Va hozir darvozabon xato qilishga yana ozgina qolganda. Ikkinchi bo'lim 12-daqiqasi, ya'ni o'yinning 32-daqiqasi. Uzatma o'tmadi. Yana zarba berdi. Juda kuchli uzatma edi bu. Mana uzatma o'tdi. Zarba noaniq. Liniya. Top maydonini tark etdi. Zarba darvozabon o'z joyida. Va hisobni Astrum jamoasi 8-3 ko'rinishiga olib kelmoqda. Hisob 8-3. Yeta olmadi o'yinchi ushbu to'pga. Mana uzatma. Zarba noaniq. Va mana chiroyli gol urib ketmoqda yana Astrum futbolchilari. Hisob 9-3.
o'tkazib bergan edi futbolchi. To'p yo'qotildi. Mana uzatma. Uzatma. O'tmadi. Yana o'tmadi uzatma. Mana chiroyli o'ynashdi. O'yin deb topildi ushbu vaziyat. Mana chiroyli uzatma. O'yin tugashiga esa 3 daqiqa vaqt qolmoqda. Ulgurmadi bu to'pga yana Sporting vakili. O'yin qoidasi buzildi. Hujumda faul. Hujumda faul. O'yinchi o'zini yomon his qilyapti Aston futbolchisi. Uzatma. Bermadi to'pni. Astrom jamoasidan hujum. Amal yoshmadi. Darvozabon ko'p xatoga yo'l qo'ydi. Bugun Sporting vakili darvozaboni ko'p gollar keltirdi o'z jamoasiga. Yonki sirtdan to'pni Sporting o'yinga kiritadi. Yo'q, aniq zarba. Zarba noaniq. Uzatmamidi bu? Zarba ekan, darvozabon o'z joyida. Menimcha mana shu oxirgi hujum va hakam o'yinga yakun yasab beradi. Zarba va burchak to'pi. Davom etmoqda o'yin. Oxirgi hujum, oxirgi standart vaziyat.
va zarba va o'yinga yakun yasab berdi hakam. Hisob 9-3. Astrum jamoasi 11-turda Sporting jamoasi ustidan g'alaba qozondi.